Keşim kirib qaptı. Bugünkü birinci hikoya sal fojialik ekan. Endi bu bir tug'gan bolaning beshikka kelishganda, hozir yo'qolib ketdi u bola. Bu bola shu 3 yosh vaqtida kirganda bir shamol darg'am bilan ancha-muncha bir og'rib, shu o'ngshalgandan keyin ancha jiring-jiring emas bo'lib qolgan ekanda, aqliy iqtidori kamtikdan deb. Buni endi kichik vaqtida bayqalib bo'lmaydi osonlikcha. Shu ozroq cho'ng bo'lib maktablarga berib qarasa, maktablardan o'qiy olmagan, andan keyin bir yılda 4-5 yıl bağlılığını, bir ayda 30 gün bağlılığını, bir yılda 365 gün bağlılığını, aşıdan qayta depresyon ise tutanmaydıgan, uxmaydıgan, aşındaq bo'lib qolgan ekanda. Bunun kichik vaqtda ta'sir qildi deb, bola bo'lgan ekan beqib cho'ng qilibdi. Qayta shu vaqtida 21 ga kirgan boshda. Cho'ng bo'lib shu 17-18 ga kirgandan boshlab buningda bir g'alati bir ishtiyoq paydo bo'lib qoldi. Bu shu to'la qo'shnilarning ayollarning shu ishdan paypoq siva bir nimlarni o'g'irlab yeyib qo'ysa, uyga kirib karotni ostiga tiqib olib, işte bir g'alati ishtiyoq vakanda bu bo'lmag'ur. Shuning bilan buni cho'nglar bayqagan ekan, hamda opsim shunda xijilib ketdi, lekin bu gapni haqqi tegilmaydi-ku. Ujit ketgan ayollar ujit ketdi deb yuraveribdi. Buning og'ini hech kim uqmaydi ekanda. Sonradan onundan biri bunu doktorlarga apırıp davalıdık bakkan ki davalasa kichik vaqtida keyin bir kirvaga o'xshaydi. Davaldık, yo'qotib debdi, lekin hech qanday o'lim bo'lmabdi-da. Bu bal o'ngshalmabdi. Shuning bilan ashta g'alit qiliqlarni qilib yuribdi. U qilgandan keyin yan doktorga borsa, buni bu bal o'zi qilmaydi. Buning shu keyin kirvagan bir spaki bu ashta buni ashta qilishga majburlab qo'yibdi. Bek qo'li kontrol qilyapti, buni deb boshqa gaplarni qilibdi, lekin davolashning hech qanday unum bo'lmabdi-da, ya'ni bu bal o'zgarmabdi. Bularning cho'nglar oshxonachilar ekan. Bir kuni kechda bu bola oshxonaga beribdi. Berib, bu oshxonaning keyin tarafida, ust tarafida bir tatamiylik bir uy bor ekanda. Bu hamda shu uyga kiribdi. Bu bek charchab ketgan o'xshaydi deb odatda shu uyga berib uxlaydi ekan, bu aramonlik ekan. Şöyle uxlab qoldi ekan deb bular o'zini ochtirib aldirash bo'laveribdi. Kechda kirsa şeyde uxlayotgan bo'lgan ki kar yo'q, chiqibdi. Shu ertasi qopib, bu texnik uyg'onmabdi deb kirsa, endi bu bola uchisida kiyim yo'q. Maydasiga bir ayollarning suvasini ishdan payqadan birini qo'yib, ashunda holatda bir sim bilan o'zini belgilini cho'g'lab nefes ötküzmeyi açtık halette kayıt şok ketken. Şunun bilan u yerda ota-onasi uni ko'rib shunda bir yig'lab ketdi. Biz nimashga diqqat qilmadik buningga, biz nimashga qaramadik, bu ish beshir chiqibdi buning deb shunda bir yig'lab ketdi. Hamda shu ishlar bo'lib, bu oshxonaning bir fondonsi bor ekanda. Shu fondon odam kelib qolibdi bu yerga. Kelib hamda bu bolaning bu yerda qaytish yo'g'ini demayli deb bular. Ağrıp kaldı deb qo'yibdi-da. Ma do'konni qaytish yo'g'ini bilib, ko'chonglar deb turamiz, yo biz keyin jo'ran qildiq vaqtlar olib qolsa. Ta'sir qilmasin deb, bular demay og'rib qoldi deb turibdi, ishlarning oxiratligini bu bolani yutkab qo'ygancha. Fondon ayada qilib ketibdi. Shuning bilan bu oxiratliklar tugab, ertasi o'g'ini fondon yana bir qitim kelib, bu bolanglar nim bo'ldi, qaytishib ketdim deb so'rabdi-da. Shuning bilan qaytish oldi, uyda oldi deb turibdi ularni jannom. Şu qachon qaytish oldi deb so'rasa, palonchi kuni deb qaytish olgan kuni deb turibdi. Buni anglab fondon dahshat hayron qolibdi. Nim bo'ldim desa, mush bola qaytish bo'lishdan bir kun burun mening yonimga kelibdi, bir velosiped bor ekan, sizlar aytmagan. Bular bir velosiped turibdi bolaga, saytro velosipeddan bir. Shundan bilan ashni minib mening yonimga kelib, o'sha tag'a men temir sim bilan o'zimni bo'g'ib, o'zimni yo'q qilib olaman deb usta ijarab qilgan tevay bularning bolasi sal benormal deb e'tibor bermabdi ekanman, bu ashta ijarab qo'yib ketgan. Shuning bilan deganda yana bir qitim kelibdi velosipeddan minib. Shuning bilan men bo'ldim desam, men mushtaq o'zimni sim bilan yo'q qilib oldim, oqshom deganga o'xshash. Qara mana deb mushtaq bo'yinlarini ko'rsatib yurdi. Qarasam biroz bo'yinda simning izi. Qanday bo'ldi deb shuni bag'antim bosam og'rib qoldi dedi. Alloh ham bo'lmishdi bir bo'ldi deb. Artık o'ylamabdim deb fondon açtı dedi. Hesapda bu bola amaliyotda uyga kirib chiqmagan edi. Ammo fondonning yoniga ipega velosipedlarni tortib, siyaqtib berib,
Men o'zimni yo'q qilolman deb qo'yib ertasi bu bola kechida yo'qqa o'xshaydi. Lekin ertasi deganda yana bir qitim oshnangni berib işte bir debdi o ikkinchi qitim borgan vaqti endi aniq bu bolaning qaytish bo'lib bo'lgan vaqti ekan. Shuning bilan bu bechora ota-onami bolasidan ayrilib qolibdi. Do'konnimi azam bahada o'tkazib ko'chib ketdi u yerdan. Mustaq bir shop ekan. Bu birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyada bergan turdishimizning shu to'liqsizga chiqqan vaqtiga bular shu to'liqsizga kirib o'qigan birinchi qaror o'quvchilar ekanda bu yangi selingan maktabga yangidan ta'sis qilingan. Shu bular kirib yotoqda yetibdi. Yotoqda yetib bir haftadan keyin bu yotoqda endi bir og'illar baka degan gap tarqalishga boshlabdi-da. Voy qandaqqa deb surishtirsa endi shu ko'doq degan bolalarning deyishicha bular kechisi o'birniga chiqqan vaqtida shu o'birning ichidan yolg'iz zallardan 4 chiroyi o'shki chiroy beshi shu o'shkining beshi ko'z shuncha qo'rqinchli bo'ldi, ko'z qo'rqinchli. Badani o'shkininkidek jungluq, lekin bu odamning badinidek bunda tik mangadigan mushtaq nasdan 4 bir tavut Gönseydin birini götürüp işte mağın dikende mağın vakti çıkan avaz üç kile mağındaki takarak tuyuqıda desip mağındaki başta avaz çıkıdı. Başta şu avazını anlayan kim oldu? Keyin bir nersesiga şu zal mengvassa keçide yomuz o birine kirse tak mengip lan çıkıp bağın ya şu 4 ming götürüp ba'zilarida ko'zning qo'rqib qarab qo'yganlari ko'rinibdi de. Şoň bilan bular endi jiqbol ko'rmagandan keyin voy gap to'qiyotdi deyishib oldi, ahmoq otdi deb ancha ishonmabdi. Bu vaqt o'tgan sir buni ko'rgan bolalar jiqlashga boshladi. Bu yotoqda yotgan bolalar orasida asosan mushu gap bo'lib ketdi. Keyin endi buning maktabdan aralashib, undaq ish yo'q deb tasallilanmagan bo'libdi, bolalarda undaq xiyoliy tuyg'u bo'lib qolibdi deb. Endi bu hikoyani deb bergan bola bu ishlarga qat'iy ishonmaydi ekan. Voy bular ahmoq otdi, hammasi birlashib oldi, birsi deb boshda o'ylaydi ekan. Endi u bolalarning deyishicha, keyin ko'rishcha bular shu ilqi gansayni ko'tarib mangan vaqtida shuning ichiga shu yotoqlarning orasida yotgan boladan birini sevib oldi ekanda. U bir bola işte o'zini birining silinib mangandek, işte qor bosgandek bo'ldi ekan. Uni haqlab ko'rdi ekanda. Ammo u bola biroq bir yer ketmaydi, yo'qqa ketmaydi, atis qopsi shu yotqida yotgan. Ammo kechida meni bir apmani deb işte deydi ekan. Shuning bilan bu ishlar takrorlanib, bir o'rtaqlikni bayqayotganda, shu tavutning ichiga silinib, gansayning ichiga silinib mangadigan bolalarning yetishdan burun shu karvatlarda yoki sinf partiyalarda bir uchum o'shkining oq tuk paydo bo'lib qoldi. Hech kimlardan paydo bo'lganini uqmaydi ekan. Bu endi mushtaq bir rivoyatdek tarqalibdi-da maktabda. Ma depagan bola ishonmabdi. Bir kuni bu bola bir tantarbiya darsdan tushib, sinfga qaytib kirib, partasini shunday olib kitobni olib deb qarasa, shu kitobning ustida oq o'shkining tuki turganda. Ashni ko'ribmi bu bola ishonmabdi. Voy bu guylar işte meni qo'rqitma deb, o'shdan bir tukni tepib bular hammasiga sepashda qotib deb boshda o'ylabdi. Lekin bolalar sen diqqat qiljimi? Sankiga o'xshaydi, navbat desa voy ahmoq manglar bo'ldi. Kelsin, nim qilalaydi deb qo'yatganda gaq qo'yibdi. Shuning bilan shu kuni kechda bu bola momusning uyini qo'ngankan, kechda uxlayotgan vaqtida oyoqda momus yotgankan. Kechida bir yerdan bir jig'izar ovoz anglanibdi-da. Bu ne jig'izar chiqadi deb ko'zimda ichib tinchsa, teshidan yilqi bir o'limlar bo'lib qolsa, birasi qaytib ketib qolsa, işte bir ayollar, erlar jig'lab ketdi, hur. Oshindaq ovoz anglanibdi teshidan. Biroq qo'shni qaytib ketdimi deb o'ylabdi. Nimish bo'tdi deb shu bir chog'da bu ovozlar ilqilar birnimdan qechiyotgandek shunda jiddiy chiqibdi-da, bir muncha er ayollar xuddi birni qo'g'lab ketayotgandek. Bu teshin nimish bo'tdi deb anglab bo'lsa bir chog'da taq 4-5 o'shkining mangan ovozi anglab taraqishib ketdi. Abla ma'lumotida bu ovoz deb turishiga bu taraq menib kelib o'shkining ovozida. Mush bolaning derisini to'xtatdi-da. To'xtab bu bola deriz qarab turibdi ekan. Rasmiylam chiqdi deydi, derizdan oldiqlam bir o'shkining beshi mo'r taraf odamnikidek bo'ylari. Ana lekin tuki vardı, oq tuki. Mesela xuddi bir o'shka
da örtürüp qaratqandaklam uyun açık şunda bir qaraptı. Bu bal uyada qoq kitip bedeller medirmay bunda halet ki kaptı. Bunun közünü şunçilik setdi. Döndü üçkünün közü demisimi korkunçluk bir xil. Birden qarap turibdi. Anki ayak momuz uygunup qalganmı, qanday qalgan bu yo'qab ketdi. Sonra vay moma, men baştaq nas ködüm dep momusuga dep yig'lab qalgan ekan, vay balam. Ko'rinib qalgan o'xshaydi, ya tush ko'rib qalgan o'xshaysiz dep momus men bor yanimda qo'rqma balam dep momus tasallilarni berib, shunday bir kechani o'tkazib olgan ekan. Demak, yana qo'y 3 kunning jo'ng paydo bo'lib qilib, shu kun kechdi bu bolaning yig'im kaptida. Momusi ham yaxshi bir ayol o'xshaydi, shu balki bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mana bu bugungi ikkinchi hikoya. Endi üçüncü hikayende pegen tortuşumuz tünegimizge akısının gipini qilib pegen kız. Aşında bo'lgandan akşam qo'shnisinikin deb turibdi. Bu qo'shnisining bir bolasi bor ekan. Bu bolam shu yosh vaqtlarda bir so'rinda o'tirib qoldi ekanda. O'tirib shu so'rindan ancha-muncha ichimlik ichganmi? Chiqiblam o'birniga kirish xo'shaqmay, shu bog' tarafga o'tiblam majburiy qo'yib o'tir ekan. Shu qo'yib aytgandan keyin ertasidan boshlab bu bolaning shu puti og'riydigan bo'ldi ekanda. Shu o'shiq tarafdan og'rib, vaqtning o'tishi bu ustiga chiqib, tizig'i chiqib, tizdan parchoq tarafga o'tib. Shu oxiri bu bolaning butun og'riqi shu gal tarafga kelib qoldi ekan. Sonra bu bo'lmadi, bu bir amal qilmasak bo'lmadi deb. Endi u balaning dadisi azroq birni fuqidi ekan. Lekin onun bir amal qilsa ancha foydasi bo'lmabdi-da. Ham bular o'zining bolasini o'zi davolamaydi ekan, ular ashtaqki. O'zining pichiqni o'zi kesmaydi degandek, bu odam davolamaydi ekan. Shu tanishlarini izlab, uni qilib bir odam topdi ekan. Shu bu odam ko'rib, amaliyotda bu odam davolay oladigan tur emas ekanda. Boshqalarning ekan, boshqa millatning ekan. Lekin bu odam ham alaydan kaptimi deb bilib nafsining keyini kirib, men davolab qo'yaman bolanglarni deb o'zining amallari bilan davolayotganda amaliyotda bu qog'oz kuydirib davolaydigan og'in ekan. Uni qilmay o'zining usullarini ishlatgan ekan, u og'inning ajoyib bir ochchig'i kelib ketgan ekan. Ochchig'i kelib ketib, bo'ldi, bu ma'mushda qildi, men bu bolani cho'qim aytdim deb ashtaq bir xafa bo'lgan ekanda. Ammo bu ishlarni hech kim uqmaydi ekan, doktor kelib davolab ketdi deydi ekan. O balını azraq yaxşı olğandek bu plan keyindan texmi yig'ilishib ketdi. Shundan bilan bular bu bo'lmadigo texmi yig'ilishib ketdi deb bir momayni topdi ekan. Bu momay kelib, "Nemishqa meni balduroq chaqalmaysizlar? Bu balani boshqa bir eski doktor, nafsi yomon, xato davolabdi. Xato davolab, asli uni buni deb gap yegizib o'ngshab qo'yg'ili bo'ldigan balaning o'ngshig'il bo'lmas qilibdi. Ben bir küçep bakayım qandaq oldu ki deb. Şundan bilan o ayol balını bir uyga akirtdi. Ben %100 nim qilolmayman. Lekin amalni qilib bakay deb ancha-muncha davolagan bo'ldim. Şundan bilan u yerdan chiqib bir to'xu so'yinglar debdi. Ma'qul deb bular to'xudan birini so'yibdi, qonlarini eqit etibdi. Anki bu to'xuni jundab boshlari yo'q holatda shu o'yildagi bir javr qo'yib qo'ygan ekan. Şu bala uyunan içinde bu momay tişide, bu dadlarım tişide qandaq olib ketdi deb paranışıp oltasa bu to'xu tuyuqsizlam jon kirgandek bo'lib, o'sha javrining ichidan o'rnidan turib, to'xuning beshini kesibsizmi, bo'g'iz bo'lgandan keyin bir ovoz chiqadi ekan, oldindan bir shpench ketgan. Bir o'lik to'xuning ovozi ketgan. Ashta g'ar qaqildigandek ovoz chiqarib, bu o'sha qanotlarini medirtib, yugurib, bog'tirib o'tib yo'qolib ketdi. Bunu ham demiş o turdaşdan apsi, dadisi kögen ki şu qo'shnilarning uyiga kirib. Shun bilan ashchada momay, "Hey, qilgan amalim bo'lmadi. Bu balani akitman deb ishga ketdim, tamshlabdi-ku. Ishga ketdim, to'xtab qopti. Lekin cho'qim akitman deb ashtaq bir niyati bor ekan buni. Akatdi deb to'g'rini ashtaq chikatgani, balani ketganiga simol bo'ldi ekanda. Shundan bilan Qapalı qaraylı dese, vakashan shu uyning ichida qaytish bo'lib bo'lgan ekan. Ajoyib bir azoblarni tatib oldi ekan. Shunga bu tortishimizni debdi. Amal ba qilaymi qayangashda kichik tarat qilib qo'yish bo'lmaydi ekan deb. Shuning bilan bugungi hikoyalar mishada oxirlashdi. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.